Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan trading orqali 3 oydan 6 oygacha kiritgan pulingizni 2x dan 3x gacha qanaqa ko'paytirsa bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Yoki trading orqali qanaqa daromad topsa bo'ladi, shu narsalarni to'liq ko'rib chiqamiz. Trading orqali sizga daromad qilishga na tanish bilish, na katta sarmoya, yoki ko'proq tajriba, yoki qaysidir oylikdan oylikka ishlash sizga kerak bo'lmaydi. Shu narsalarni hozir biz siz bilan qadamma-qadam ko'rib chiqamiz ketma-ketlikda. Avvalambor o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men ismim Ahmed Karimov, 7 yillik tajribaga ega trader va investorman va o'ylaymanki, bu narsalarni sizga qadamma-qadam aytib berishga haqliman. Chunki 7 yillik bosqichma-bosqich o'tib kelgan xatolarimni, kamchiliklarimni, muvaffaqiyatga uchragan yo'llarimni sizlarga yetkazib beraman va keyinchalik siz ham bu yo'llarda keladigan vaqtida qoqilmasligi uchun sizga katta foyda bo'ladi. Xo'p, trading sohasi orqali men nimalarga erishdim? Birinchi $1,000,000 22 yoshimda topganman. Buni tarixini ham sizga hozir birma-ketin aytib beraman. Birinchi navbatda men oilamni xursand qildim. Moliyaviy va shaxsiy erkinlikka erishdim. O'zimga Mers avtomashinasini sotib oldim. Toshkent shahariga ko'chib keldim. Toshkent shahardan ofis oldim. Toshkent shaharidan uy sotib oldim. Shu soha orqali men har yil 2 marta, 3 marta chet el sayohatlarini qilaman. Oilamni xursand qilaman. Oilamga sovg'a beraman. Misol uchun eng yaqin qilgan sovg'alarim, oyimga avtomobil sovg'a qildim. Oyim bilan birgalikda umra safarlariga borib keldim. Oila a'zolarimni faqat xursand qilaman. Bunga keladigan bo'lsak, buni hammasiga sababchi pul. Va pulni biza qanaqa qilib bor pulimizni 2x dan 3x gacha ko'paytirishimiz kerak. 3 oydan 6 oygacha shu ketma-ketlikni sizlarga hozir ko'rib chiqamiz. Yoki sizga katta sarmoya bo'lmasa, noldan qanaqa $1,000,000gacha chiqsa bo'ladi, hattoki shu narsalarni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni trading sohasi faqat boylar uchun, pul ko'plar uchun degan emas. Buni noldan sizga bilim bo'ladigan bo'lsa, shu soha orqali siz daromad topishni boshlaysiz va o'sha kichkina daromadni birinma-ketin 2x, 3x ko'tarib borsangiz, xudo xolasa 1 yildan 2 yilgacha yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin, qanaqa qilib siz birinchi $1,000,000ni 22 yoshingizda topdingiz? Qisqacha bo'lsa-da sizga o'z tariximni aytib beraman. Birinchi navbatda 2021-yilda Toshkent shahriga ko'chib keldim va meni uyim yo'q edi. Men kvartirada turgandim va o'sha kvartirada esimda $800 ga arenda to'lardim. Olmazor City edi. Va u yerda men trade qilishni boshladim. O'zimni prop kompaniyalar bor, prop kompaniyada investitsiya boshqaradim va kapitalim unchalik katta emas edi. Va birin-ketin men savdo qilishni boshladim. Nima uchun Toshkentga kelgandim? Shaxsiy rivojlanish uchun, bu yerda networking zo'r edi. Xo'p, undan keyin savdo qilishni boshladim va menga uyni arendaga bergan o'sha uyni egasi bir kun keldi oldimga. Ahmed, nima ish qilasan? Nima bu grafiklar? Qanaqa qilib daromad qilasan? Nima bu o'zi? Deganda men tushuntirib berdim. Biz trader, ya'ni xalqaro moliya bozorida savdo qilamiz. Aksiyalar bor, kriptovalyutalar bor, valyutalar bilan savdo qilishimizni tushuntirdim va oylik daromadimni statistika ko'rinishida ko'rsatdim. Chunki men 2019 Forexga kirib kelgan bo'lsam, 2018-yil bu sohani aksiyalar bilan boshlaganman, 2019-yil Forexga o'tganman. Va o'sha Forexdagi 2 yillik, 1 yillik natijalarni ko'rsatgandan keyin oyiga 10%, 15%, 5%, 1 yillik, 2 yillik natijalarni ko'rsatgandan keyin shunaqa daromad topsa bo'lishini ko'rib, juda ham hayron qoldi va menga investitsiya kiritishga qaror qildi. Va menga birinchi investitsiyasi uni $100,000 bo'ldi. Ya'ni u uyni xo'jayini xuddi shunaqa passiv daromad ko'rar ekan. Ya'ni passiv daromad nima? Uylarini, ya'ni o'zini bor pulini uylarga investitsiya kiritgan, 3 ta, 4 ta, 5 ta investitsiya kiritgan, ya'ni har oy undan pul oladi. Oddiy misol, men yashayotgan uy ham minimum $120,000 edi. Lekin men unga oyiga $800 to'lardim. Endi hisoblab ko'ring, $120,000, $800, hattoki 1% ham emas. Ammo unga 5%, 10% foydani ko'rsatgandan keyin u to'xtagan. Men ham bu sohadan daromad qilsam bo'ladimi, senga investitsiya kiritsam bo'ladimi degan taklif bilan chiqdim. Men menga isboting bormi degan vaqtda men natijamni ko'rsatdim. Ya'ni statistikamni ko'rsatdim. Bu esa bilim bilan keladi. Xo'p, ya'ni demoqchi bo'lganimki, bilim bo'lsa, natijani ko'rsangiz sizga o'zi investorlar keladi, ya'ni bu sohadan non topsa bo'ladi. Va birinchi investitsiyasi $100,000 bo'ldi. Va $100,000 investitsiya kiritgandan keyin men uni 2-3 oyning ichida ko'rsatdim, ya'ni 10%, 20%, 30% uje 100,000lik shotni 140,000, 130,000 ga chiqardim. U keyin bu natijani ko'rgandan keyin menga o'sha bitta investorim, o'zim bir marta investor bilan ishlaganman va o'sha $500,000 investitsiya kiritdi. Va o'sha $500,000 ni men 1,5 yil ichida $600,000 daromad qildim, ya'ni 110%. Ya'ni hisobimiz 1,100,000 so'mga yaqinlashdi, undan ham o'tib ketdi va o'shanda men o'zimni u bilan shartnomamni to'xtatdim. Ya'ni 50% ni unga berdim, 50% ni o'zimga oldim. Agar bo'ldi, biz kelishdik, siz ham mendan rozimi, men rozi, sen rozi, bo'ldi.
O'shanda ki meni shaxsiy kapitalim bo'ldi. Shaxsiy kapitalim 300 ming dollar. Yana o'zimni bizneslarimdan, barcha bizneslarimdan hammasi tradingga o'rgandim. 400 ming dollar, 400 ming, 500 ming dollar atrofida o'zimni shaxsiy depozitimni qurdim va 2023-yilgacha kelib, men o'zimni shaxsiy 1 million dollarimni ishlab topdim. Mana men screenshotini qo'yaman, ko'rishinglar mumkin va o'sha 500 ming depozit qilib, mana 500 ming dollar daromad qilganman, 1 million dollar kapitalga ega bo'lganman. Buni mana statement ko'rinishida ham hozirgacha ham olib qo'yaman. Ya'ni noldan shu soha orqali, bilim orqali men birinchi 1 million dollarimni topganman. Qisqacha bo'lsa-da, meni tariximni bilib oldinglar. Bu aslida juda ham oson bo'lmagan. Birinchi navbatda boshida yo'qotishlar bo'lgan. Keyinchalik mana sekin-sekin umumiy hisobda 1 million dollarimni topishga 3 yildan 4 yilgacha vaqt ketdi. Ya'ni hammasi oson emas. Ya'ni bu sirazi boyib ketish degan sohasi emas. Hozirgi kunda O'zbekistonda ko'radigan bo'lsak, O'zbekistonda juda ham ko'p qaus ichidagi, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi treyderlar ko'payib ketdi. Ya'ni bu sohani sirazi millioner bo'lib ketasan, boyib ketasan degan ko'rsatib berdi. Yo'q, aslida bu ham bu soha orqali milliongacha ham chiqsa bo'ladi, yaxshi kapitalni boshqarsa bo'ladi, yaxshi yashasa bo'ladi, yaxshi pul topsa bo'ladi. Lekin sirazi noldan 1 oyning ichida yoki 5 oyning ichida sirazi boyib ketmaysiz. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda juda ko'pchilik bu narsani noto'g'ri targ'ib qilyapti. Ya'ni turli xil razgonga o'xshagan shotlarni, ya'ni kichkina summadan 5 ming dollardan 100 ming dollarni ko'rsatyapti, 100 ming dollarni million dollar, hattoki bir 400-500 ming dollarni million dollargacha bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Lekin ketma-ketlikda bilim olsa, hammasiga erishsa bo'ladi. Mana men noldan erishdim natijagacha, lekin uning ichida necha yil vaqt, necha yil sabr, necha yil xatoliklar oxiri bo'ldi. Lekin ular shunaqa narsani O'zbekistonda ko'rsatib berishyaptiki, trading shunday kirasan, bo'ldi, millioner bo'lib ketasan. Yo'q, bu siz o'ylaganchalik oson emas yoki kichkina 100 dollar, 200 dollarni million dollar qilsa bo'ladigan soha emas. Bu sohadan million dollar ishlasa bo'ladi, lekin sirazi emas. O'zbekistonda bu sohani qanaqa qoralashdi? Shunaqangi qo'shtirnoq ostidagi treyderlar chiqishdi, bu sohani oson, mana shu kichkina summa bilan katta daromad qilsa bo'ladi deb ko'rsatishdi, turli xil mashinalarni ko'rsatishdi, hype qilishdi, PR qilishdi va asosiy maqsad bu yerda nima? Bu yerda kurs sotish. Ya'ni kurs sotib soqqa qilish. Oddiy misol 1000 dollardan 10 kishiga kurs sotsa 10 ming dollar bor. 100 kishiga kurs sotsa 100 ming dollar bor. Ya'ni asosiy maqsad kursdan soqqa qilishdi. Xo'p, bu sohani aslida kimdan o'rganish kerak? Aslida siz bu sohani ustozdan o'rganishingiz kerak, lekin u ustozni aslida ko'rishingiz kerak. Qani bu trader o'sha xalqaro moliya bozoridan, ya'ni trading orqali natija topyaptimi yo'qmi? Ya'ni men sizga hozir oldin aytganimdek, uni statistikasi bo'lish kerak. Oddiy misol, menga investitsiya qilish uchun men unga 1 yillik, 2 yillik statementlarimni ko'rsatdimmi? Siz ham borgan vaqtingiz, men shu sohadan o'rganmoqchiman, lekin shu sohadan pul topasizmi, yo'qmi? Siz haqiqiy treydermisiz, yo'qmi degan savolni berasiz. O'ziga ishongan trader, ha, mana deb o'zini portfelini yoki statistikasini ko'rsatib berish kerak. Ular hozirda emotsiyani sotadi, borgan odam, ha, bu значит noldan mana 100-200 dollarni ko'rsatishadi, yolg'on shotlarni ishonishadiki, mana million shu 100 dollar, 200 dollar bilan ko'p pul topishdi, mana uy olishdi, mashina olishdi, emotsiya bilan borishadi-da, kurslarni sotib olishadi. U kurslarni sotib olgandan keyin bu trader o'zi mana shu sohadan, trading sohasi orqali non topmagan, kislorod topmagan, qanaqa qilib shogirdlarga non topishni o'rgatadi. Va chiqadi, kursni bitirgandan keyin u shogird natija qila olmaydi, bo'ldi. Trader u hamma traderlar moshenik, hamma traderlar laxatron, trading o'zi laxatron. Trading qanaqasiga laxatron bo'lishi mumkin? Xalqaro moliya bozorida bir kundan 9 trilliondan 10 trillion dollargacha hozirgi kunda oborot bo'ladi. Yer yuzidagi barcha davlatlarning 90% kapitali oborot bo'ladigan bozor, aksiya bozori, fond bozori, o'sha forex bozori, xomashyo bozori, kripto bozori bizani o'zbeklar uchun laxatron deb o'ylashadi. Ya'ni bularni barchasiga mana shu moshenik, infotsigan treyderlar, ya'ni qo'shtirnoq ostidagi treyderlar sababchi bo'ladi. Mana endi keling, mavzudan anchagina chetlashdik. Ya'ni men o'zim tariximni, hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan trading sohasi haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdim. Endi o'zimizning asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, keling endi nafaqat trading, O'zbekistonda o'sha qaysi sohalar orqali daromad qilsa bo'ladi, ya'ni pul topsa bo'ladi. Ya'ni sohalar bor, yo'nalishlar bor, bizneslar bor, o'shani birma-ketin ko'rib chiqamiz va sizlarga qadamlarni aytib chiqaman. Keling, sizni 5 ming, 10 ming dollar pulingiz bor, offline bizneslar haqida gapiradigan bo'lsak, siz kafe ochishingiz mumkin, to'g'rimi? Yoki qanaqadir kichkina restoran yoki kiyim-kechak bilan oldi-sotdi qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Endi bularni olib qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda O'zbekistonda nima? Siz bitta biznes qildingizmi?
bitta biznes qilgandan keyin agarda o'sha biznesingiz rivojlansa, sразу sizga konkurent paydo bo'ladi. Masalan, chet elda siz bitta biznes ochdingizmi, o'sha biznes rivojlanyaptimi, o'sha biznesga aloqador keyingi bitta biznesni ochadi boshqa birov kishi. Ya'ni sizni biznesingiz ko'tarilsa, buni ham biznes ko'tarilishini bilgan holatda o'shanga o'xshash unga bu biznesingizga yordam beradigan biznes ochadi. Bizda qanaqa? Siz bitta biznes ochdingizmi, avtomatik o'shanga o'xshash biznes ochib qo'yishadi, bo'lib konkret narxlarni sindirib tashlaydi. Konkurent kuchli ya'ni. Oddiy misol, bularni riski ham bo'lishi mumkin. 5 ming, 10 ming dollar bilan keling siz Xitoydan, ko'pchilik Xitoydan tovar olib keladi. Xitoydan tovar olib kirdingiz, keyin magazin ochdingiz. Birinchi navbatda magazin ochsangiz, Abu Sahiyda ochasizmi, bozorda ochasizmi, yoki turli xil magazinlarda ochasizmi? Lekin siz ana shu 5 ming, 10 ming dollar bilan faqatgina bitta magazin ochsangiz bo'ladi. Ya'ni siz set qila olmaysiz, filiallarni ocha olmaysiz, chunki sizning sarmoyangiz kam, 5 ming, 10 ming dollar. Deylik 15 ming dollar. Odamlar O'zbekistonda shunchalik darajada dangasaki, sizni kiyimiz yoqqan taqdirda ham bu nuqtadan u nuqtagacha borgisi kelmaydi. Agarda sizni magaziningiz o'sha yashab turgan territoriyada, mahallada bo'ladigan bo'lsa, borishi mumkin. Lekin sizni kiyimingizni olish uchun o'sha sizni ochgan bozoringizga yoki magaziningizga bormaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu kafe yoki restoran. Deylik sizni pulingiz bor, siz restoran ochmoqchisiz. To'g'ri, bu ham yaxshi biznes bo'lishi mumkin, lekin restoran yoki kafe ochish uchun sizga katta tajriba bo'lishi kerak. Biz sizga aytdik, tajribasiz ya'ni bizneslarni ko'rib chiqamiz deganmiz, to'g'rimi? Bunga sizga katta tajriba bo'lishi kerak. Ya'ni sistemani qurib bilishingiz kerak, tizimni yo'naltirib olishingiz kerak, ya'ni xodimlarni boshqarib bilishingiz kerak, juda katta tajriba bo'lishi kerak. Kamida restoran va kafelarning statistikasini olib qaraydigan bo'lsak, yangi ochilgan kafe va restoranlarning 90% bankrot bo'lib ketishgan. Endi keling siz bilan qisqacha mana shu bizneslar haqida aytib o'tdik, ularning riski haqida aytib o'tdik. Endi bitta sohani tanlaymiz, ya'ni yo'nalishni, qani u sohani ko'rib chiqamiz. Deylik SMM. Oddiy misol, men SMM mutaxassisimga oyiga 1000 dollardan 2000 dollargacha pul beraman. Yosh, to'g'ri, ishlarni qiladi, boshqa qiladi. Ya'ni siz unda qanaqa bo'lasiz? Bunda ham siz tajribangiz bo'lsa, bemalol oyiga 1000-2000 dollar bitta mijozingizni o'zidan ishlashingiz mumkin. Lekin keling buni risklarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda sohani o'rganasiz. Bu любой sohada o'rganish kerak, mayli. Ikkinchisi, sizda konkurent juda ham ko'p bo'ladi va uchinchisi nima? Uchinchisi, o'sha mijoz tanlagandan keyin siz u bilan har doim videoga olishingiz kerak, Instagramga joylashingiz kerak, u degan vaqtda borishingiz kerak, ya'ni sizning ustingizda xo'jayin bo'ladi. Sizni masalan ertalab soat 8 da syomka qilinadi, mana bu vaqtgacha borib syomka qilib berasiz. Ya'ni sizga o'zingizni erkin, ya'ni shaxsiy erkinlik deylik, shaxsiy erkinlik deganda o'shani o'zingizni vaqtingiz bo'lmaydi. Ya'ni rejim asosida ishlashga bo'lasiz. Ya'ni ustingizda yana bitta boshliq o'tirganday bo'ladi. To'g'ri, siz xizmatingizni sotyapsiz, lekin xizmatiga u pul to'layaptimi? Sizni aytgan vaqtda borishingiz kerak, aytgan ishini qilishingiz kerak. Ya'ni bu bizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni biza 5 ta qadamma-qadamda o'sha xo'jayinsiz yoki oylikdan oylikni kutishsiz. Ya'ni bunda ham aynan o'sha oylikdan oylikni kutasiz. Masalan, har oy sizga pul berish kerakmi? Sizga har oyning 10-chisiga pul beradi va siz uni kutishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni siz ham oylikdan oylikka yashaydigan bo'lasiz, ham sizning ustingizda kontrolga bir kishi turgan bo'ladi. Endi yana bitta yo'nalishlardan biri ishlab chiqarishni aytamiz. Ishlab chiqarsa bo'ladimi? Masalan, 5 ming, 10 ming dollar plus bor deylik. O'zi 5 ming, 10 ming dollar bilan bitta mahsulotni O'zbekistonda ishlab chiqarish bu katta xato. Deylik, keling ishlab chiqardik. Salfetka yoki qanaqadir kichkina turdagi perchatka deylik mahsulotlarni ishlab chiqarishni boshladingiz, to'g'rimi? Lekin O'zbekistonda har qanday ishlab chiqarishni gigemonlari bo'ladi. Ya'ni akulalar bo'ladi. Ular sizni bu sohadan, bu biznesdan chiqarib yuborishadi, chunki ular bozorni egallab bo'lishgan. Deylik siz 5 ming, 10 ming dollar bilan boshladingiz. Normal salfetka ishlab chiqaryapsiz deylik, klient topdingiz, o'sha salfetkani yetkazib berdingiz, lekin bu biznes rivojlanish uchun siz ko'proq klient topishingiz kerak. Klientni ham topdingiz deylik, siz masalan deylik kolичествоda 10 mingta kolичество chiqarib beryapsiz, ikkinchi topgan klientingiz sizga menga 50 ming kolичество kerak desa, ishlab chiqaradigan texnikangiz ulgurmay qoladi va siz u mijozlarni yo'qotishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni rivojlanish zo'r bo'lmaydi. Va sekin-sekin bu biznesdan ham siz chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Umumiy olib qaraganda bunga o'xshash biznes va sohalar juda ham ko'p. Dedik, biza masalan Xitoydan yoki Turkiyadan
tovar yoki kiyim-kechak olib kelib sotish dedik, to'g'rimi? Yoki de logistika, to'g'rimi? Logistika yoki de SMMchilikni aytdik. Ya'ni bunga o'xshagan sohalar juda ham ko'p, lekin hammasi birinchi navbatda ayrimlariga katta sarmoya kerak bo'ladi, ayrimlariga katta sarmoya kerak bo'lmasa ham oylikdan oylikka ishlaysiz, ayrimlariga sizga rejimingiz bo'lmaydi, ustida xo'jayin bo'ladi, shaxsiy erkinlik bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunga o'xshagan muammolar bo'ladi. Endi keling siz bilan oylikdan oyliksiz, hech qanaqangi xo'jayinsiz yoki-da hech qanaqangi katta sarmoyasiz, noldan qanaqa qilib daromad topish, ya'ni pul topish va topgan daromadingizni har 3 oydan 6 oygacha 2x dan 3x gacha ko'paytirish yo'lini ko'rib chiqamiz. Bu aynan trading. Tradingni birinchi navbatda meni kirganimga ham asosiy sabab bu shaxsiy erkinlik va moliyaviy erkinlik. Men traderman. Men xoh uyda bo'lay, xoh chet elda bo'lay, xoh sayohatda bo'lay, xoh ofisda bo'lay, bitta telefonim, hozirgi kunda bitta telefon bo'lsa bo'ldi. Bitta telefonim bilan savdo qilib daromad qilib ketaman. Ya'ni menda shaxsiy erkinlik bor. Hech kim meni boshqarmaydi. Men xohlagan vaqtim uyg'onaman, xohlagan vaqtim oilam bilan dam olaman, hech kim menga buyruq bermaydi va pulimni o'zim boshqaraman. Hech kimni oylikdan oylikka kutib o'tirmayman, qachon menga oylik berishar ekan deb. Bu sohada aynan kirishimga sabab ham shu bo'lgan va undan keyingi sabab bu sarmoyaga katta sarmoya kerak emas. Bu biznesga katta sarmoya kerak emas. 100 ming, 200 ming dollar. Ya'ni sizni qancha pulingiz bo'ladigan bo'lsa, o'shancha pulga qarab siz daromad topishni boshlaysiz. Keling sizning 1000 dollar pulingiz bormi? Oyiga bemalol 10, 20, 30% gacha ham topsa bo'ladi. Keling sizning 10 ming dollaringiz bormi? Xuddi shuncha. Keling sizning million dollaringiz bormi? Bemalol 10%, 20% topsa bo'ladi. Oddiy misol 10 ming dollar pulingiz bor. Masalan, u biznesni boshladingizda, unga ko'rdik. Katta sarmoya kerak bo'lar ekan, yoki-da oylikdan oylikka boshqa. Bunga 10 ming yetib qolsangiz, bo'ldi, o'sha 10 mingni o'zingiz boshqarasiz. Oyiga 1000, 2000, 3000 dollar keltiryaptimi? Bu degani zo'r. 30% dan topdingiz, 3 oyga qancha bo'ladi? 90% bor. Ya'ni oddiy misol 10 mingdan 9000 dollar ishlasa bo'ladi. Keling 20% dan topdingiz. 6 oyda qancha bo'ladi? To'g'rimi? Ya'ni keyinchalik o'z tajribangiz bo'lgandan keyin, to'g'ri, bu sohada ham pulni tez ko'paytirish yo'llari bor. Masalan, razgon deyishdi boshqa. O'sha razgonni ham o'zi to'g'ri olib borsa bo'ladi. Ya'ni sizning deylik, boshida boshlashdan 1000 dollar, 2000 dollar yoki-da 10 ming dollar pulingiz yo'q. 300 dollar, 500 dollar любой kishi hozir topib biladi bu kunda. Ya'ni 2-3 oy qaysidir ishda ishladingiz, mayli yig'dingiz. O'sha 300 dollar, 500 dollarni ham har bitta savdoda, misol uchun, endi buni risk management, money management bor, bemalol 1 oyni, 2 oyni ichiga o'sha 500 dollarni ham 500 dollar qilsa bo'ladi. Ozgina kattaroq risk qilasiz, lekin topsa bo'ladi. Lekin buni topish uchun ham nima kerak sizga? Bilim kerak. Siz bozorni analiz qilib bilishingiz kerak. To'g'rimi? Ya'ni kichkina summa bilan ham bemalol 10 dollar, 100 dollar bilan tiqsa ham pul topsa bo'ladi. Lekin keyinchalik sizga million dollar bo'ldimi, 100 ming dollar bo'ldimi, o'sha kiritgan оборотingizga qarab, kapitalingizga qarab pul topsa bo'ladi. Ya'ni bosh og'riqlar yo'q. Hech kim sizga xo'jayin bo'lmaydi, xohlagan vaqt savdo qilasiz, bozor 24 ga 5 ishlaydi. Xohlagan vaqtingiz, xohlagan joyda pul chiqarib, oilangizga vaqt ajratsangiz bo'ladi, oilangizning ehtiyojlarini qondirsangiz bo'ladi. Tradingdan qiladigan ishingiz nima? Birinchi navbatda bu bilim olish. Ya'ni xalqaro moliya bozori dedik 4 ga bo'linadi. O'sha xalqaro moliya bozori o'zi nimaligini bilib olish va birinchi navbatda siz o'rganishingiz kerak bo'ladigan narsa bu technical analiz va fundamental analiz. Ya'ni bozorni analiz qilishni o'rganishingiz kerak. Bozorni analiz qilishni o'rganganingizdan keyin siz bozorga kirasiz, aksiyalar bilan oldi-sotdi qilasiz, kriptovalyutalar bilan yoki-da valyutalar bilan, tilla, neft, shunga o'xshagan instrumentlar bilan, xom ashyolar bilan ham bemalol savdo qilib daromad topsangiz bo'ladi. Ya'ni siz bozorni analiz qilish uchun analitik bo'lasiz, keyin savdo qilib o'sha trader bo'lasiz. Ya'ni bu sohada o'sha siz ikkita narsani, fundamental va texnik analizni o'rgandingizmi? Bo'ldi, sizga kerak bo'ladigan narsa bitta kompyuter, bitta telefon. Keyinchalik kompyuter ham kerak bo'lmaydi. Tajriba orttirgandan keyin bitta telefonni o'zi bilan любой joyda savdo qilib ketaverasiz. Ya'ni kompyuterni ochasiz, o'ziga vaqt ajratasiz, keyinchalik tajribali bo'lgandan keyin bir kunga 1 soat yoki 2 soat vaqt ajratasiz, texnik analiz qilasiz, bitta instrument yoki bitta aksiya deylik, sotib olasiz, o'sha kuni narx ko'tarsa, rizqimiz bo'lsa daromad qilamiz, yoki-da zarar bo'lsa, zarar ham bo'lib turadi. Lekin eng muhimi, siz tajriba orttirgandan keyin, bilim olgandan keyin 10 tadan 7 ta, 8 ta, 9 ta analizlaringiz, ya'ni savdolaringiz o'xshab berishni boshlaysiz. 10% risk qildingizmi, 20-30% daromad olasiz. Misol 10% risk qildingizmi, 20-30% daromad olasiz. Deylik 1000 dollar pulingiz bor, 100 dollarini risk qildingiz. 100 dollarni risk qildingiz, bitta narsani sotib oldingiz. O'sha narx o'ssa, biz analitik-ku, to'g'rimi? Analiz qildik, analizimiz bo'yicha yurib berdi. 100 dollar risk qilgandik, 200-300 dollar yoki 500 dollar daromadimiz bor bitta savdoda. Kunlik foydamizni olamiz, xohlasak o'sha kun chiqaramiz, xohlasak yana qaytib reinvestitsiya qilib, o'sha kapitalimizni ko'paytirib ketaveramiz. Misol uchun 300 dollar pulingiz bor, o'shani 50 ming dollar qilsa bo'ladi. Bo'ladi. 300 dollarni bir kunda 50 ming dollar qilishni o'ylamang. Asli 50 ming dollar qilsa bo'ladi. Deylik 300 dollar pulingiz bor,
Har bitta savdoyingizda $30 risk qilyapsiz, 10%. $30 risk qildingiz, 1 ga 3 ishlab berdi, masalan, qilgan analiz $90 bor. Qo'yishsiz $390 uju pulingiz bor. Endi har bitta savdoyingizga yana 10% risk qilmoqchimisiz, $39 risk qilasiz. Bo'ldi, xuddi shunaqa bir oyning ichiga 10% dan risk qilsangiz, bir oyning ichiga kapitalingizni 100% ko'tarsangiz bo'ladi. Lekin bir kunda emas. $300 risk keling, $600 bo'ldi. Oyning oxirida. O'sha $600 keyingi oy $1200 bo'ldi. $1200 keyingi oy $2000 bo'ldi. Ya'ni bemalol 1 yilni, 1,5 yil ichida mobaynida siz pul topib, o'sha pulni reinvestitsiya qilib, oborot qilsangiz, oborotni urib ketaversangiz, bemalol $50,000 ga ham chiqarsa bo'ladi. O'zi bu sohani kimdan o'rganish kerak? Ko'rdik, O'zbekistonda juda ko'p razgonni targ'ib qiladigan, ya'ni $100 dan $1,000,000 ga tezda erishib bo'ladigan, ya'ni tez boyib ketadigan soha qilib ko'rsatishdi. Lekin bu sohani qiyinchiliklari yoki sekin-sekin borishlarini, to'g'ri analiz qilishni, to'g'ri bilimlarni sizga o'rgatishmadi. Kimdan o'rganish kerak? Oldin aytganimdek, siz shu soha orqali, trading sohasi orqali hozirgacha 1 yil, 2 yil, 3 yillik statistikasini ko'rsatib beradigan, shu soha orqali daromad topib, non topib yuradigan insondan siz o'rganishingiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilib deysizmi? Siz любой время borgan vaqtingiz statistikasini ko'rsatib bersa, yo'qda ochiqchasida o'sha sohada gapirayotgan gaplari, ya'ni qilgan savdolarni ko'rgan bo'lishingiz kerak, qiladigan analizlarni ko'rishingiz kerak. Qani haqiqatan ham o'sha analizlar orqali savdo qilyaptimi yo'qmi? Yoki bir kunda bo'ladigan, masalan, keling $1,000,000 bilan oborot qilyaptimi, $100,000 bilan oborot qilyaptimi? To'g'ri. Ya'ni $1000, $2000, $3000 daromadni ko'rsatyaptimi yoki bir kunda kichkina summani $1000-2000 ni 40,000 qildim, 50,000 qildim deyotganlarni ko'rsatadimi? Agarda kichkina summadan siz $1000 depozit qilib, $500 depozit qilib 30,000, 40,000 ko'rsatyaptimi? Bilingki, yolg'on. Siz to'g'ri bir kunda $1000, $2000, $3000 katta kapitallardan kichkina summalarni ko'rsatganlarni ko'rish kerak. O'sha statistika ko'rsatib berayotgan insondan sohani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, men shu sohada 7 yildan beri shug'ullanib kelayotgan bo'lsam, shaxsan o'zimda 3 yildan beri ishlab keladigan portfellarim bor. Ya'ni 3 yillik statistikam bor. Hozirgi kunda men shaxsan o'zimni pulimni oborot qilib kelaman. Oborotimdan milliondan ko'proq. 2024-yilda $4 million dan ortiq haqiqiy bozorga yesing shotlarda savdo qilganmiz. Hozirgi kunda ham o'zimning shaxsiy kapitalim milliondan ko'proq. Har qanday shogirdim kelib mendan so'rasa, men ko'rsatib berishga tayyorman. Va ko'rsatib beraman va o'sha bo'yicha men o'zimni bor bilimlarimni beraman va o'sha bilimlarim bo'yicha men har doim onlayn savdo qilib kelaman. Ya'ni live trade'lar qilaman, meni kuzatadigan obunachilarimni oldida o'zimni ekspertligimni, ya'ni bilimimni ko'rsataman, haqiqiy shotlarimda o'sha o'rgatgan strategiyalarim orqali savdo qilaman. Ya'ni osmondan kirmayman. Ya'ni men barchaga o'sha strategiyalarni o'rgatyapman, shogirdlarga o'sha strategiyani o'rgatyapman va o'sha strategiya orqali hammani ko'z oldida live trading qilyapman. Ya'ni shu sohadan non topyapman, savdolarimni ko'rsatib beryapman. Endi-chi, mana shogirdlarning natijalarini ko'rishingiz mumkin. Juda ko'pchilik shogirdlar chiqarganman. Menga eng ko'pida shogirdlar yangi emasda, bu sohaga anchadan beri o'qigan, qaysidir ana shunaqangi kurslarga borgan, lekin hali hamon stabil natijasi yo'q, sliv bo'lib, o'sha pulini yo'qotganlar charchagan. Bu sohada anchadan beri shug'ullanib kelganlar ham zo'r analitik bo'lsa ham, lekin uni tajribasi yetmaydi. Ya'ni psixologiyasi yetmaydi. Ya'ni psixologiya, ya'ni bu joyda pul bor. Oddiy misol aytganimdek, bu sohada, trading sohasida $1000 ni bir kunda $10,000 ham qilib yuborish mumkin. Yoki o'sha $1000 ni bir soatda yo'qotib yuborish ham mumkin. Bizda stabillik kerak. Ya'ni o'sha psixologiya qanaqa holatda buziladi, qanaqa holatda to'g'rilanish kerak, bozor psixologiyasi traderni buzib yubormasligi uchun nimalar qilish kerak? Bu narsani sizga kim o'rgatadi? Ustoz. Chunki bu sohada o'sha ustoz yuriydi, masalan, bitta yo'lda ketyapti deylik, u yo'lda chiqadigan, qoqiladigan yamalar bo'ladi. Va o'sha yamalarda ustoz tajribasidan o'tgan bo'lsa, shogirdlarga shu narsani o'rgatadiki, o'sha holatda nafsni boshqarib bilishni, psixologiyani buzmaslikni sizga tushuntirib beradi. Agarda siz borsangiz, u ustoz o'zi bu sohadan non topmagan bo'lsa, o'zi bu sohadan mana shu qiyinchiliklarni ko'rmagan bo'lsa, sizga qanaqa o'rgatadi? To'g'rimi? Aynan ustozning vazifasi o'sha o'tgan qiyinchiliklarga topgan yechimini siz bilan ulashish bo'ladi. Ya'ni biz ham mana shogirdlarimizga o'sha psixologiya qanaqa bo'lishini, chunki bu bozorda pul bor. Pul bor joyda nafs bo'ladi. O'sha nafsni qanaqa qilib kontrol qilsa bo'ladi, qanaqa qilib bozorga kirsak, qanaqa qilib o'zimizni psixologiyamizni kuchaytirishimiz kerak, shu narsalarni sizga ustoz, ya'ni trader o'rgatib beradi. Qachonki sizda tajriba bo'lsa, siz bir kishiga nimadirni o'rgatib bilasiz. Qachonki shu sohadan, bitta sohadan pul topsangiz, o'sha siz shogirdingizga pul topishni o'rgatib bilasiz. Agarda sizda hech qanaqangi tajriba bo'lmasa, siz unga hech nimani o'rgata olmaysiz. Agarda bu sohadan pul topmagan bo'lsangiz, hech kimga siz pul topishni o'rgata olmaysiz. Chunki o'zingiz bilmaysiz.
Shu uchun ham ustoz tanlashda hech qachon adashmanglar. Undan tashqari trading bu hech qachon tugamaydigan kasb. Ya'ni bilim juda ham ko'p. Shaxsan o'zim ham hozirgacha ham o'rganib kelaman. Hozirgacha ham 100 ming dollardan ortiq o'zimni bilimimga investitsiya kiritganman. Bozor sikli o'zgaruvchan. Kecha bitta strategiya sistema ishlab o'tirganda, bugun ishlamayapti. Yoki 1 yildan beri bitta strategiya ishladi, hozirgi yilga ishlamaydi. Ya'ni bozor o'zgaruvchanmi, siz bilim olishdan to'xtamasligingiz kerak. Hozirda ko'pchilik joylarda borsangiz, o'sha eski klassika strategiyalar oddiy strategiyaga qolib ketgan. Ya'ni bozor sikli o'zgaryaptimi, ob'yomlar bilan ishlash, juda ko'p platformalar bor, Bookmap, Thinkorswim, Atas yokida Tiger Trade shunga o'xshagan ob'yomlar bilan ishlash, SMC, ICT juda ko'p strategiyalar bor. Trader barcha professional trader bo'laman desa, barcha strategiyalarni professional darajada o'rganish kerak. Ya'ni barcha strategiyalarni bilish kerak. Ayrim joylarda, ayrim akademiyalarda borasiz, faqatgina SMC ni o'rgatadi, ayrim holatlarda ayrimlar faqatgina ob'yom bilan ishlaydi, ayrimlarki вообще-то klassikaga qolib ketgan. Yo'q, tradermisiz? Bozor sikli qanaqa? Bozor siklida qaysi sistema ishlab beryapti, qaysi strategiya ishlab beryapti, hammasini bilish kerak. Ya'ni umumiy holatda professional trader barcha strategiyalarni o'rganish kerak. Va barcha strategiyalarni biladigan traderdan mana shu strategiyalarni o'rganib bilim olish kerak bo'ladi. Ya'ni meni shogirdlarim orasida mana shu o'zi noldan kelgan, ya'ni shu sohani bilmaydi, shu sohani o'rganmoqchi va shu sohani o'rgandi, bizdan bilimimizni oldi, har bitta strategiyani mukammal o'rganib chiqdi va noldan 50 ming dollar, 100 ming dollargacha ham daromad qilgan shogirdlarimiz bor. Bularni ham ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilikka bu sohada kirishga qo'rquv bo'ladi. Bu sohani o'zi o'rgansa bo'ladimi, qiyin emasmi, yoki pul yo'qotib qo'ysamchi, shunga o'xshagan qo'rquvlar bo'ladi. Mana Bahodir akamiz ham shogirdimiz boshida shu sohada kirishga qo'rquvlari bor edi. Hozir o'zlaridan fikrlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum, men ismim Bahodir. Men bu sohada endi kirib keldim. To'g'risi boshida ancha his-hayajon bo'ldi, qo'rquv bo'ldi. Meni qo'limdan kelarmikan, eplab keta olarmikanman deb o'yladim. Yo'q, lekin dars mobaynida o'rgandimki, sekin-sekin yana o'rganyapmiz. Strategiyalar, risklarni o'rganib, hammasini mix qilib, stabil daromad qilishga harakat qilyapmiz. Hozir sohani o'rganyapsiz, sohani o'rganish jarayonidalar, ham savdo ham qiladilar, ham riskka amal qilib savdo qiladilar. O'zi qanaqa sohani o'rganish siz o'ylaganchalik qiyin emas ekanmi? Agar odam o'zi o'rganishga harakat qilsa, albatta qiyin. O'shaning uchun sizlarni kompaniyangizga keldim o'rganish uchun. Ustoz bilan o'rgansa, hammasi tez va oson bo'lar ekan. Yana ko'pchilikda, sizda ham boshida aytdingiz, o'zi qo'rquv bor edi, shu sohada pulimni yo'qotib qo'yishim mumkin degan qo'rquvlar bo'lgan. Hozir bizani o'sha risk bo'yicha darsliklarimizni ko'rib, sistemalarimizni ko'rib nima deysiz? Bu sohada o'zi pulni yo'qotib qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Bu sohada siz anchadan beri kuzatib kelaman, to'g'risi foyda va zarar yonma-yon yuradi deganingizga amal qilib, bu sohada foyda ham bor, endi siz aytganingizdek zarar ham bor. Shu strategiyalarga amal qilgan holda agar stabil daromadga chiqishga harakat qilsak, foyda qilsa bo'lar ekan. Ya'ni o'sha sistema bo'yicha ko'rib chiqdingizlarki, ya'ni pulini slif qilib, ya'ni umuman yo'qotib o'rish o'zi aslida imkonsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ishlaringizga omad, savdolaringizni barakasini rahmat. Sog' bo'ling. Bu sohada birinchi navbatda bilim, ya'ni siz bilimni olgandan keyin, sistemani o'ziga qurgandan keyin, sizning analizlaringiz 10 tadan 7 ta, 8 tasi o'xshayotgandan keyin, o'zingizga uverini bo'lgandan keyin har bitta savdoda siz endi kichkina emasda riskni ozgina oshirishingiz mumkin. Nima uchun? Chunki siz ishonasiz. Savdolaringizni 70-80%, 90% o'xshab beryapti. 100% degan strategiya yo'q. 100% strategiya bor deb ko'pchilik marketing qilishadi, borishsa u narsani o'zi yo'q. Bozorda 100% strategiya yo'q, lekin sistemani qurdingiz 70-80%, 90% o'xshab beryaptimi, siz riskni oshirasiz. Ya'ni kichkina shotlardan razgon qilib ham pul topsa bo'ladi. Ya'ni razgon qilamiz deb 100 dollarni sirazu full risk qilmaymiz-da, u narsani o'zi bilimi bor. Ya'ni bemalol 500 dollar yoki 1000 dollar kiritib ham 10 ming, 15 ming, 20 ming dollargacha ham olib chiqsa bo'ladi, lekin qisqa vaqtda emas, 1 soat, 2 soat, 1 kun, 2 oyda emas, oylar ketadi. Lekin o'sha oylar ketsa ham, endi hisoblab ko'ring, 500 dollardan, 1000 dollardan 2000, 3000, 4000 dollar, 5000 dollargacha ham daromad necha foiz bo'ladi. Va bitta shogirdlarimizni ko'rishingiz mumkin, razgon bilan ishlaydigan shogirdlarimizni natijalarini ko'rib chiqishingiz mumkin, qancha shot bilan necha pul daromad qilganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana Umurzoq shogirdimiz bizani pro kursimizda hozir kunda ham o'qib kelishadi. Pro kursda faqatgina bizga savdo bo'ladi, faqat praktika bo'ladi.
Bu faqat razgon qilganlar, oxirida baribir ko'proq pul yo'qotganlar, o'sha razgonga qiziqadilar. Bizda shunaqangi sistema borki, ya'ni full marja risk qilmasdan, oqib ketmasdan tezroq kapitalni ko'tarish, ya'ni razgonni ham o'zi pulni yo'qotmasdan straxovkani ko'tarib olish usullari bor. O'sha narsa bo'yicha savdo qilyaptilar. Natijalarni o'zi ko'rib chiqamiz. Qanaqa fikrdasiz? Natijalar qanaqa? Hammasi yaxshi. Oldin ko'p minus qilardim, razgonga qiziqib, full marja kirardim men. Martinga xo'may to'g'ri razgon, to'g'ri ishlashni o'rganardim. Avval qanaqa edi? Razgon qilib biron natijaga erishdingizmi o'zi? 0 desam bo'ladi. Hozirgi kunda qancha natija qildingiz? Qachon bu savdoni boshlagansiz? Kelganimda $200 depozit qilgandim. Hozir mana 307 real shu. Qancha pribul bo'lgan? Pribul $200. Ya'ni $200 qilib, o'sha $220 daromad qilgansiz. Qanaqa bo'ldi sistema, yaxshimi? Zo'r bo'ldi. Hammasi yaxshi. Full kirmasdan to'g'ri ishlashni o'rgandim. Strategiyalar qanaqa darslar? Strategiyalar shedevr. Shedevrmi? Hop, bizda shunaqa yo'nalish ham bor, ya'ni razgonchilar uchun pulni tezroq ko'paytirishga qiziqadiganlar, ya'ni bu kichkina shotlar bilan tezroq kapitalni ko'paytirib beradigan usullarimiz ham bor. O'sha bo'yicha o'z savdo qilganlar mana o'sha 1 oy bo'lyapti, kapitallarni 100% ga ko'targanlar. Ya'ni $200 dan o'sha $200 dan ortiq daromad qilib qo'yganlar. Agarda siz ham razgonchi bo'lsangiz, kelib to'g'ri kapitalni ko'paytirish yo'llarini o'rgansalaringiz bo'ladi. Lekin bu kishiga ham dalchi bo'lishni hozir yana o'rgatamiz. Kattaroq shotlarda kichkinaroq risk bilan ishlab, stabilni har oy 10-20-30% daromad qilishni o'rgatamiz. Ishlaringizga omad, savdolaringizning barakasini bersin. Yana trading sohasining afzalliklaridan biri bu joy tanlamaydi dedik, to'g'rimi? Ikkinchisi bu yosh tanlamaydi va jins tanlamaydi. Ya'ni sizni yoshingiz 16 yoshdamisiz, bu soha qanaqandir matematika, ximiya emas. Kelasiz, kompyuterni tushunsangiz bo'ldi, matematikadan ozgina yaxshi bilsangiz bo'ldi, hisob kitobni bo'ldi, savdo qilasiz. Asosiy siz fundamental texnik analizni o'rganing bo'ldi. Bu qiyin emas. Mana hattoki 16 yoshli shogirdim ham bo'lgan va 50 yoshli shogirdim ham bo'lgan. Juda ko'pchilik o'ylashadi, bu ayol va qizlarimizdan juda ko'p savollar keladi, ayollar o'rgansa bo'ladimi? Albatta. Albatta bu sohada aynan ayollar omadliroq bo'ladi. Oldinda aytdim, bu joyda pul bor joyda nafs bo'ladi. Nafsni kontrol qilmasdan psixologiyasi buziladi. Ko'pchilik erkaklarimizdan. Lekin pul bor joyda ayollarimiz yaxshiroq. Psixologiyasi erkaklardan ko'ra yaxshiroq bo'ladi va pulni saqlab qolish va pulni ko'paytirish bo'yicha ayollarimiz omadliroq bo'ladi bu sohada. Mani qiz va ayol shogirdlarim ham juda ham ko'p chiqarganman. Kelinglar sizlar bilan bittasini tanishtirib chiqaman. Uni ko'ringlar. Bemalol ayollarimiz ham shu sohani o'rganib, joy tanlamaydi. Uy bekasi bo'lib, uyni o'zida bolalariga qarab vaqt ajratib, qaynonalariga vaqt ajratib, to'g'rimi? Uydagilarga vaqt ajratib, hech qanaqangi ularning xizmatini qilmasdan, boshqa ishlarga ishlab, oylikdan oylik ishlamasdan uyga o'tirib daromad qilishyapti. Uni ko'rishgan. Ko'pchilik ayol qizlarimizdan savol keladi, trading sohasini o'rgansam bo'ladimi? Ko'p vaqt ketmaydimi? O'rganib bilamanmi degan savollar keladi. Mana birgina misol bizani Solihabonu qiz bola shogirdimizdan o'zlarining fikrlarini eshitishlaringiz mumkin. Soha haqida nima deysiz o'zi? Trading sizga qiyinchilik tug'dirdimi yoki qanaqa daromad qilsa bo'lar ekan, shu haqida o'zingiz fikringizni aytsangiz. Sohaga kirib kelishda birinchi o'rinda qiyindek tuyuladi. Misol uchun qo'limdan kelmaydi yoki o'rganishim qiyinroq bo'ladi deb ko'pchilik o'ylaydi. Lekin birinchi o'rinda ko'proq bu sohada o'g'il bolalar ko'proq ishlaydi, lekin qizlar ko'proq bu soha haqida to'liq ma'lumotga ega emas deb o'ylayman, lekin qizlar uchun juda ham o'zlari uchun qulay soha deb hisoblayman. Sababi, misol uchun uyda o'tirib ham aynan shu sohada ishlasa bo'ladi, analiz qilib, bilimlarni olib. Hozirda o'zingiz ishlayapsizmi? Qanaqandir qiyinchiliklar tug'dirmayaptimi? Foydangiz qanaqa? Bu yoqdan to'liq ma'lumot olib, darsliklarni tugatganimdan keyin уже shot qilib, doimiy shot ochib, savdo qilishni boshlaganmiz. Ko'p vaqt ajratmayapsizmi yoki qiyinchilik tug'dirmayaptimi sizga? Ikkinchi soham sifatida ishlamaman, ko'p vaqt olmaydi. Ya'ni o'rganib, bemalol onlayn daromad qilsa bo'ladi bu sohadan qo'shimcha. Mana shunaqa fikrlar, agarda sizda ham qanaqadir qo'rquv bo'ladigan bo'lsa yoki qizlarga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan shunga o'xshagan savollar bo'lsa, o'ylaymanki javoblaringizni oldinglar. Rahmat, ishlaringizga omad. Juda ko'pchilik o'ylashadi, bu sohaga juda ham ko'p vaqt ajratishim kerak. Yo'q, unaqa emas. Hozirgi kunda men bor yo'g'i amerikanskiy, ya'ni New York sessiyalari bor. New York sessiyasi kechki soat 5 dan 7 gacha bor yo'g'i 2 soat vaqt ajrataman.
bor yo'q 2 soat. Agarda ko'pchilik o'ylashadi, men bu sohani boshlashim mumkin, lekin unda risk bor, to'g'ri? Oilasi bor, hozir bu sohaga o'tsa, keyinchalik agarda bu sohaga uni omadi kelmasa yoki o'xshamasa, u tayyor ishdan ham ayrilishi mumkin degan qo'rquv bo'lishi mumkin. Lekin bu sohada siz boshida bilim oling, 2 soat vaqt ajratadi. Ya'ni qo'shimcha tarzda bu sohadan ham daromad qilsangiz bo'ladi. Mayli u sohada o'z sohangiz, bankermisiz, bankda ishlaysizmi yoki qaysidir xususiy korxonada ishlaysizmi, davlat ishida ishlaysizmi, boshqa biznesingiz bormi? Qo'shimcha tarzda o'rganing. Qo'shimcha ortiqcha pulni o'zi bo'lmaydi. U sohadan o'rganing, bundan bilim oling, o'rganing, bir kunda 2 soat vaqt ajrating bo'ldi yetadi. 1 soat keyinchalik tajribali bo'ldingizki. Faqatgina boshida bilim olishga ozgina vaqt ko'proq ajratasiz, 3-4 soat vaqt ajratasiz, kechki vaqt ishdan keyin bilimni olib bo'lgandan keyin bo'ldi. Bemalol bir kunda 2 soat savdo qilasiz, bir kunga bitta yoki ikkita savdo qilasiz, daromadingizni olasiz, bo'ldi chiqib ketasiz. Любой время keyinchalik tajribali bo'ldingiz, ishxonada o'tirasiz, boshqa joydan telefonda kirasiz, bitta narsani sotib olasiz, aksiya yoki boshqasi sotasiz, sotib olasiz, ozginagina vaqt ajratib daromad qilasiz. Ya'ni qo'shimcha daromad sifatida ham ishlashingiz mumkin. Va hozirgi kunda meni shogirdlarimdan ko'pchilik faqat trader emas, professional trader o'ziga uveren bo'lgandan keyin faqat bor e'tiborni faqat tradingga ajratishingiz ham mumkin. Qo'shimcha sohada ishlab turib ham daromad, qo'shimcha soha sifatida buni ham qabul qilib, boshqa ishlarda ishlab, bu sohadan ham daromad qilishingiz mumkin. Va shu shogirdlarimni yana bu sohani qo'shimcha soha sifatida ham o'rganib ishlasa bo'ladi. Misol uchun mana Abdumalik akamiz o'zlari ham logistika bo'lib ishlaydilar va o'zlari bu sohani chuqur o'rgangandan keyin bor yo'g'i bir kunga 2 soat yoki 3 soat uzoq vaqt ajratadilar va qo'shimcha daromad qiladilar. Abdumalik aka, soha haqida fikringiz, bizani o'rgangan strategiyalar haqida qanaqa fikr aytasiz? Sohada endi kim bu sohani qaysi darajaga qo'yishga bog'liq avvalo. Kimdir qo'shimcha daromad sifatida qo'yadi, kimdir birinchi birlamchi, ya'ni o'shandan daromad oladi. Shaxsan menda shu qo'shimcha daromad sifatida, ya'ni ikkinchi kasb desam bo'ladi buni. O'sha sohada men o'rganganman. Ya'ni o'sha sizni kursingizdan keyin olib, strategiyalarni hammasini, klassikani, SNR, SND, ICT, psixologiya, SMCD hammasini o'rganib, o'zimiz analiz qilamiz, o'sha texnik fundamental analizlar bilan savdoga kiramiz. Endi ko'p vaqt ketmaydimi o'zi? Masalan, oddiy misol boshqa sohada ishlab turib ham bunga vaqt ajratyapsiz-ku, ko'p vaqtingizni olib qo'ymaydimi? Yo'q, ko'p vaqt olmaydi. Vaqt ajratganmiz. Bir kunda maksimum 3 soat. Endi bu ish jarayonida 3 soat, lekin o'qish vaqtida ko'proq vaqt ajratganmiz, 7-8 soatlab. To'g'ri kelganda 12 soatlab ham o'sha kompyuter oldida o'tirganmiz, endi o'rganish uchun. Ya'ni o'rgangungacha ham vaqt ajratish kerak, lekin bu sohani o'rgatgandan keyin bir kunga shu 1 soat, 2 soat savdoga vaqt ajratsangiz bo'ldi. Lekin o'rgangan vaqtida haqiqatan ham ko'proq vaqtingizni ajratasiz. Hozirda qanaqa savdolarsiz? Savdo qilasizmi? Savdolar yaxshi. Dars jarayonida, hozir dars jarayonida ham natijalarni ko'rishingiz mumkin. Savdo qildik. Mana ko'rsang kamera. $100 depozit bilan savdo qilib, real shotda общий $510 profitda balanslarni yechdik. $510 yechgansiz. Shunaqa yana qo'shimcha qilib aytish mumkin, bu sohada eng plus taraflaridan biri joy, vaqt tanlamaydi. Xohlagan regionni nimasida, ya'ni time sessiyalarida Osiyo yoki Yevropa yoki Amerika sessiyalarida xohlagan vaqt, xohlagan joydan savdo qilish mumkin, faqat bitta notebook bilan internet hisobida. Shunaqa. Bitta notebook, bitta telefon, любой joyda, uyda bo'lasizmi, ofisda bo'lasizmi, bemalol любой joyda, любой ishxonada turib ham, boshqa ishingizni qilib turib ham savdo qilib ketsangiz bo'ladi. Aka, foydalaringiz barakatli bo'lsin, dars ishlaringizga omad. Million bo'lasizlar. Gapga rozilar, salomat bo'ling. Ishlaga omad. Ko'pchilik menga savol beradi, shu sohaga kirganingizdan keyin nimadirdandir afsuslanganmisiz? Ha, men afsuslanganman. Bu sohaga kirganimdan keyin eng qilgan katta xatoyim va meni katta xatoyimda bu oddiygina xato emasda, pullar bilan xato bo'lgan. Ya'ni men pullarimni yo'qotganman. Har bitta xatoyimga men pulim bilan javob berganman. Ya'ni men bu sohaga 2018-yil kirib kelgan bo'lsam, 2019-2020-yilgacha men 2019-2020-yilgacha Forexda savdo qildimmi? O'sha 1,5 yil, 2 yil mobaynida men
pulimni slif qilganman, pulimni yo'qotganman va bunga asosiy sabab mani ustozim bo'lmaganligida. Men o'zim ingliz tilini bilganim uchun self study qilganman, YouTubedan o'rganganman, kitoblarni o'qiganman, kimlardir darsliklarini ko'rganman, lekin mani ustimda ustozim bo'lmagan. Mana bu sistema o'xshab beradi, mana bu strategiya ishlaydi, psixologiya manaqa bo'lish kerak, mana bu joyda nafsni kontrol qila olmaysan, mana bunaqa kontrol qil degan ustozim bo'lmagan. Va sizlarga ham o'sha narsani tavsiya bergan bo'lardimki, ustoz tanlashda birinchi navbatda e'tibor beringlar. O'sha tanlayotgan ustozinglar, ya'ni treyderlar shu sohadan haqiqatdan ham anchadan beri shug'ullanib keladimi, yo'qmi? Va uni statistikasi, statementlari bormi, yo'qmi? Shu sohadan non topadimi, yo'qmi? Va uni bilimi qanaqa? Qaysi strategiyalar bilan ishlaydi? Hozirgi kunda qaysi ishlab beradigan strategiyalarni biladimi, yo'qmi? O'zi professional trader yo'qmi? Shuni bilish kerak bo'ladi. Men hozirgacha juda ko'p shogirdlar chiqargan bo'lsam, 80-90% daromadda ular nafsini kontrol qilishni o'rgatgan biza, qaysi strategiyalar bilan ishlashni o'rgatgan biza va umumiy hisobda 1000 ga yaqin shogirdlarni chiqargan biza va hozirgi kunda o'sha statistikasi bo'yicha men bilan birgalikda savdo qilib kelishadi va savdolarni ko'rib chiqaman. Bir kunda umumiy holatda 300 ming, 400 ming dollar barcha shogirdlarim hisoblab chiqaman, O'zbekistonga pul kiritishadi va kiritgan pullaridan oylariga vaqt ajratishadi, chet el sayohatlarini qilishadi, mashinalar olgan, turli xil yutuqlarga erishgan, barchasiga sababchi bo'lgan bu o'ylayman to'g'ri bilim va to'g'ri yondashuv. Endi sizlar O'zbekistonda ko'rdinglar, hamma treyderlarni ko'rib chiqinglar. Nimani ko'rsatib beryapti, nima bilimlari bor, qaysi strategiya bilan ishlayapti va undan shogirdlari qanchalik darajada rozi va shogirdlari pul topyaptimi, yo'qmi? Misol uchun, men shu sohadan non topib kelyapmanmi? Men shu sohadan основной topadigan bor bizneslarimdan eng ko'pisi mana shu trading orqali juda ham ko'p pul topaman va men bunga 2 soatgina vaqt ajrataman. Va qolgan vaqtlarim nima? Meni qolgan vaqtim bekorga sarflamasligi uchun va ko'ryapman O'zbekistonda qo'shtirnoq ostidagi treyderlar odamlarga emotsiya sotib, faqatgina akademiya ochib kursdan soqqa qilishyapti. Lekin ulardan chiqqan shogirdlar bu sohadan trading orqali daromad qilib bilishmayapti. Juda ko'pchiliklari pul yo'qotishyapti, uylarni yo'qotishyapti, kredit olishyapti va minusga, qarzga ham hattoki kirib ketishyapti. Men buni ko'rdim, men nima qildim? Meni bo'sh vaqtim bor, bir kun 2 soat vaqt ajrataman. To'g'ri, oborotimga nisbatan keling, birovga 100 ming dollar shu sohadan daromad topyapmanmi? Qolgan vaqtim 100 ming dollarni bir kunga bo'ladigan bo'lsak, bir kuni soatlarga bo'ladigan bo'lsak, man soatiga nech pul topyapman? O'sha men vaqtimni va men sarflagan bilimimni va bilim va vaqtimni sizlarga taklif qilaman. Siz barcha treyderlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Ularga hech qanaqangi shot yoki statement ko'rsatib bera olmaydi. Bo'lishi mumkin va sizga ham o'shani maslahat beraman. Shu soha orqali non topgan treyderni siz ustoz deb biling. Men hozirgi kunlarda bunaqangi shogirdlik dasturlarim juda ham kam. Men yiliga 3 marta yoki 4 marta shogirdlik, ya'ni kurs, o'sha onlayn va offlayn kurslarimni ochib turaman. Hozirda kurslar yopiq. Lekin siz ushbu shogirdlik dasturiga qatnashmoqchi bo'lsangiz va hayotingizni o'zi noldan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va yaxshi natijalarga va shaxsiy erkinlik, eng muhimi moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni ostida link qo'yaman, ya'ni Ahmed Karimov.uz saytiga kirasiz va qiziqishingizni va ma'lumotingizni yozasiz, ism va familiyangizni qo'ysangiz, sizga menejerlarimiz aloqaga chiqishadi va sizga qachon shogirdlik dasturi ochilishi haqida sizga to'liq ma'lumotni berishadi va oldindan joyingizni bron qilib qo'ysangiz, sizga 30% gacha chegirma berilishi mumkin. Hoziroq ushbu video ostidagi havola orqali kiring va ro'yxatdan o'ting, ismingiz, familiyangizni qoldiring, sizga to'liq ma'lumot berishadi. Odam har qanaqasiga o'ziga ishonishi kerak. Agarda o'ziga ishonsa, har qanday sohadan daromad qilib biladi va o'zini yo'lini topib biladi. Agarda o'ziga ishonmasa, bo'ldi. Nitolka bo'ldi. Nafaqat trading, boshqa sohalarda ham hech qanaqangi natijaga erisha olmaydi. Agarda sizda ham qanaqandir qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, menga bu soha to'g'ri keladimi, yo'qmi, bu sohadan daromad topa bilanmi, yo'qmi deydigan bo'lsangiz, ushbu shogirdlarning natijasini ko'rish mumkin. Yana bir shogirdimiz natijasini ko'rib chiqamiz. Bekzod shogirdimiz, ukamiz kelib pro kursimizda hozir ham o'qiyapti. Bilimlarni olgandan keyin bilim bo'lsa, o'zi investitsiya topiladi. Ya'ni hozir prop kompaniyalar bor, ukamiz prop kompaniyani olgan, 5000 dollarlik shot olgan va 5000 dollarlikka o'zi savdolarni boshlagan va bugungi mana hozirgacha bo'lgan natijasi 200 dollar
daromad qilgan. Ya'ni umumiy hisobda yana 8% topsa, mana shu challengedan o'tadi va challengedan o'tgandan keyin masalan $5000 ga savdo qilyaptimi? Keling deylik $1000 daromad qilib, $1000 $800 $800 treyderniki bo'ladi va 20% kompaniyanikini ushlab qoladi. Xo'p, natijalarni ko'rishingiz mumkin. Fikrlaringizni ham aytsangiz, qanaqa o'tdi kurslar? Kursga keladigan bo'lsak, har doimgidek shedevr. O'zi azaldan shedevr bo'lgan. Mana $200 bugungi sof foyda mana. Bu yerda foyda, zarar yonma-yon yuradi. Eng muhimi stabil daromad. Stabil daromad. Shu narsa eng muhimi. Risk bilan ishlasalar, prop kompaniyadan ham o'tadigan bizning usullarimiz bor. Xudo xolasa o'tsalar, bunga keyin haqiqiy shot beradi va haqiqiy shotlarda ham ishlab daromad qilsalar bo'ladi. Sohani o'rganib daromad qilsa bo'lar ekanmi o'zi? Stabil nima deysiz? Sohani o'rganib daromad qilsa bo'ladi, faqat Ahmed fiksda, albatta. Gap yo'q. Shedevr, chunki har doim shedevr bo'lgan. Xudo xolasa bundan keyin ham bo'ladi. Qiyin bo'lmayaptimi? Strategiyalar qanaqa? Strategiyalar zo'r, har doimgidek. Ustoz to'liq tushuntirib beryapti hammasini. Noldan o'rgatildi. O'sha aynan live trade'lar o'zimiz bilan bo'lgan vaqtida o'zimiz ishlatadigan strategiyalar bilan kiryapmizmi yoki qanaqa? Mana birgalikda savdo qildik. Live trade'dan bir qisqacha ayting, qanaqa bo'ladi? Live trade'lar shu o'zimiz hammamiz birgalikda kirib, o'sha hamma bir xil strategiyaga tayanib kirgan holatda live trade bo'ladi. O'shaning bilan birgalikda ustozlar bilan savdo qilamiz. Shunaqa. Ya'ni o'zimiz ham sizga o'rgatadigan strategiya bo'yicha savdo qilamiz. Boshqa qanaqadir nimalar bilan emas, to'g'ri? Shunday. Bekzod ukamizga ham omad tilaymiz. Omad tilaymiz. Xudo xolasa mana prop kompaniyalardan o'tgandan keyin natijalarni qo'yib boramiz. Ishingizga omadini bersin, barakasini bersin, savdolarni $1,000,000 gacha kapitallar boshqarish nasib bo'lsin. Ilohim, aytganingiz Salomat charchamang. Ana endi o'ylaymanki, sizda hech qanaqangi qo'rquv va shubha qolmadi. Endi joyingizni band qilasiz degan umiddaman va albatta bitta narsani aytib o'tay, sizga aslida to'liq ma'lumotni menejerlarimiz beradi. Men komanda yig'moqchiman va komandamga kirmoqchi bo'lsangiz, komanda a'zosi bo'lmoqchi bo'lsangiz va mendan investitsiya olmoqchi bo'lsangiz, ushbu shogirdlik dasturidan keyin 3 oylik natija, 1 yillik, 2 yillik demayman, 3 oylik natijani ko'rsatib berganingizdan keyin men sizga o'zim $1000, $10,000, $100,000 gacha ham investitsiya kiritaman. Agarda siz treydersiz, mani shogirdim bo'lmagansiz, to'g'rimi? 6 oylik natija ko'rsangiz ham men sizga investitsiya kiritaman. Ya'ni siz birinchi navbatda bilimni oling, bilimni olgandan keyin natijani ko'rsating, o'zi sizga investorlar yog'ilib keladi. Siz ushbu komandaga, ushbu communityga va ushbu jamoaga va ana shu atmosferaga kirib hayotingizni noldan o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yangitdan boshlamoqchi bo'lsangiz va pulingizni 2x dan 3x gacha har 3 oydan 6 oygacha ko'paytirmoqchi bo'lsangiz va zamonaviy kasblar orqali daromad topmoqchi bo'lsangiz, hoziroq joyingizni bron qilishingizni so'rayman. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, sizlar bilan ko'rishamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.